Assalomu alaykum do'stlar. Bugun UFC olamida katta shov-shuvga sabab bo'lgan yangilik haqida gaplashamiz. Ya'ni UFC chempioni Islam Makhachev afsonaviy jangchi Conor Makgregorning oktagonga qaytishi haqida o'z fikrini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Conor Makgregor uzoq tanaffusdan keyin yana UFC ga qaytmoqda. Irlandiyalik super yulduz UFC 329 turnirida Max Hollowayga qarshi jang qilishi kutilmoqda. Bu jang UFC muxlislari tomonidan yilning eng kutilgan to'qnashuvlaridan biri sifatida baholanmoqda. Islam Makhachev esa intervyulardan birida Makgregorning qaytishi haqida gapirib, bu sport uchun yaxshi yangilik ekanligini ta'kidladi. Uning fikricha, Conor hali ham UFC tarixidagi eng mashhur va eng katta nomlardan biri hisoblanadi. Shu sababli uning qaytishi butun MMA industriyasi uchun katta qiziqish uyg'otadi. Biroq Makhachev Makgregor uchun jang oson kechmasligini ham aytdi. U Conorning raqibi Max Holloway juda kuchli formada ekanligini va aynan Holloway g'alaba qozonishi mumkinligini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, Conor Makgregorning oxirgi jangi 2021-yilda bo'lib o'tgan edi. Shundan keyin u jarohatlar va turli muammolar sabab oktagonga qayta olmagan. Endi esa 5 yillik tanaffusdan keyin UFC ga qaytmoqda va butun jang san'ati muxlislari uning qanday formada bo'lishini qiziqish bilan kuzatmoqda. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. UFC va MMA olamidagi eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun biz bilan qoling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.